هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz muhtaram qarindoshlarimiz, biz oldingi darsimizda ham ahlul ilmning mas'uliyati, majburiyatiga aloqador qisqacha tunishtirish tushunchalarini berib o'tganmiz. Biz yana bu darsimizning o'zida ahlul ilmning mas'uliyatiga, majburiyatiga aloqador yana qisqacha shu darsning davomi sifatida tushunchalarni berib turib, anandan keyin ahlul ilmning haq huquqiga tajovuz qilmaslik, o'limalini e'tiborsizlashtirmaslik to'g'risida qisqacha ham tushuncha berib o'tmoqchimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlarimiz, endi payg'ambar alayhissalatu vassalamning muborak hadislariga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zining bir hadisida, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis, bu hadisning o'zida shundoq bir mazmun o'tirib qo'yiladi. Mazmunning o'z lafziga qaraydigan bo'lsak, kana akhwan ala ahdin nabiy sallallohu alayhi vasallam فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترب، فشكى المحترب أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. Bu hadiste Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Bu kishi shunday aytganki, Payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida ikki nafar qarindosh o'tgan. Bularning birisi aladdavom payg'ambar alayhissalatu vassalamning so'riniga kelib, payg'ambar alayhissalatu vassalamdan ta'lim oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan din o'rganadi, islomni o'rganadi. Yana buning birisi bo'lsa, davomli hunar kasb bilan shug'ullanadi. Hunar o'rganadi. Hunar kasb bilan shug'ullangan, tijorat qilayotgan qarindosh o'zining payg'ambar alayhisolamning ta'limoti, payg'ambar alayhisolamning diniy so'rovlariga kelib, dinni o'rganayotgan qarindoshi ustidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qildi. Ya Rasululloh, bu dunyolik ishga hech ahamiyat bermadi. Davomli sening keynidan paypatak qilib yuriydi. Tijorat qilsa bo'ladi, jinini vaqsa bo'ladi deganga o'xshagan. Payg'ambar alayhisalom bu kishining bu shikoyatiga qarata la'allaka turdaqu dedi. Sen belkim şu qarindishingning sababi bilan rizqlantirilgan bo'lishing mumkin dedi. Shuning uchun bu yerda shunday bir mazmunni tushunamiz. Bu shariat ilmi bu ajoyib murakkab ilm. Bir odam bu diniy ilmni 1 yilda, 2 yilda mushu diniy ilmda mutaxassis bo'lishini atayinadi birodarlar. Onun ustiga bu diniy ilm, shariy ilmni egallash uchun kam deganda 10 yil, 15 yil, 20 yil vaqt ketadi. Biz oddiy qaramayli bu masalaga. Boshqa ilmlarga solishtirishga aslo bo'lmaydi. Chunki bugungi davrning o'zida Qur'onni tushunish uchun, hadisni tushunish uchun, ham uni asli manbadan to'g'ri tushuna oladigan, anqara oladigan bo'lish uchun uningga qatma-qat ilm ketadigan bir masala. Buning uchun odam zihniy quvvatini shuningga bermasa bo'lmaydigan masala. Ammo bir qism ana shu madrasalarda orqali ilm olayotgan qarindoshlarimizga nisbatan ba'zi bir ayblashlar bo'lib qolsa, texmi bo'lmaydi. To'g'ri, ilm ahlilari ham dunyoviy ilmlar va dunyoviy kasblarga e'tibor bilan qarash kerak. Men yuqorida oldingi darsimizda deb o'tganman. Masala bugun butun dunyo miqyosida musulmonlarning, shu jumladan Uyg'ur musulmonlarining idisida tar bo'lgan bir tushuncha bo'lib qolmasin. Chuqur bir davlatchilik ruh, davlatchilik ideya bo'lsinki, kelajakda bu musulmonlar her sahada xizmat qila oladigan, her sahada ummatga rahbarlik va yetakchilik qila oladigan, her sahada o'zining majburiyatini ado qila oladigan, ana shunday bo'lish uchun her sahada kishilar yetishib chiqish kerak.
İslam ümmetining ichidan fikriy jihatda, ideviy jihatda taraqqiy qilgan, ham o'zining amaliyatida taraqqiy qilgan, hayotida har sohada yetishgan, dunyoga ta'sir ko'rsatilgidek har xil kasb ahlilarining o'zi maydonga chiqishi bu vojib. Ammo shu kasb ahli bo'lishning oldingi sharti cho'qim to'g'ri bir ideya, to'g'ri bo'lgan bir g'oya yetilishi kerak. Alloh rizosi birinchi o'rinda qo'yish kerak. Allohning diniga xizmat qilish birinchi o'rinda qo'yish kerak. Endi Payg'ambar alayhissalatu vassallam bu hadisda asosan nimaga ishorat qilyapti desa, mana bu ilm ahlilarini, yana diniy ilmlarni egallayotgan kishilarni aldirab-tanab kamsindirmaslik, aldirab-tanab ularning ustidan bir narsa devit qolmaslikka nisbatan aql ishorat qilinibdi. Vallohu a'lam. Haliqi shikoyat qiluvchiga Payg'ambar alayhisalom, balkim sen o'sha qarindishingning sababi bilan rizqlantirilishing mumkin dedi. Shunga bugun islom ummati har sohada bir-birini ayblashning o'rniga bir-biriga yetakchilik qilish kerak. Bir-biriga samimiy sodiq bo'lish kerak. Shunga Payg'ambar alayhissalatu vasallam bu dinni sadoqat deb tilg'oldi. Bir-biriga sodiq bo'lasizlar, bir-biriga samimiy bo'lasizlar. Shunga Payg'ambar alayhissalom ad-dinu nasiha, din sadoqatdir, samimiyatdir. Sahabe-i kiramlar kimga sadoqat, kimga samimiyat dedi? Lillahi va li rasul va li a'immatil muslim va ammatihim dedi. Bu din Allohning rasuli ve şundaqla İslam ümmetining ichidan chiqqan peshvolar, yo'lboshchilarga, o'limalarga bu sadoqat. Ve bütün İslam ümmetiga ham sadoqat. Bütün İslam ümmetiga ham samimiyat bu dedi. Bunu shundoq tushunishimiz kerakki, bugun biz bir-birimizga sodiq bo'lishimiz kerak. Bir-birimizning ko'zlarini tushirishga, bir-birimizning inoatini ko'rishga aslo bo'lmaydi. Shunga masalan, bugun ahlul ilm sohalarida ilm egallayotgan bo'lsa, masad anda olmadı, mamanda olmadı. Bu gapdan to'xtatishimiz kerak. Agar bizga nisbatan ma'lum tanqidiy fikrlarni biladigan kishilar chiqqan bo'lsa, bu biz uchun tabiiy ne'mat. Bu katta ne'mat bu. Nemishqa sizning aynigingiz bo'la oladigan. Sizga har vaqt bir aynakning rolini ola oladigan, har vaqt sizni kuchaytirish rolini oladigan, har vaqt sizga ba'zi bir kamchiligingizni ko'rsatib turib, to'g'ri yo'l tepishingizga sababkorlik rol o'ynaydigan kishilarning chiqqanligi bu Allah'ın sizga bergan katta ne'mati. Buni biz ham ne'mat deb tushunishimiz kerak. Ammo buni bahona qilib turib, xolisimiz ayblab-tullab, xolisimiz sapdan chiqarib o'tib, ularni bir narsa qilib o'tishingiz haqqimiz yo'q. Biz to'liq faktimiz aniq bo'lmagan, dalilimiz aniq bo'lmagan ahvollar ustida kishilarning or-nomusiga, izzatiga, bo'lib ma'lum ilmning or-nomus izzatiga tegish bu cho'ng bir baloyi ofat bo'lishi birodarlar. Hatta Peygamber aleyhisselam Ebi Umametil Bahili radiyallahu anhu rivayet kılınan hadiste "Thalathatun la yastahibbu bi haqqihim illa munafiq" dedi. 3 türlük kişi var. Bunların hakkını münafıktan başka adam kemsitmeydi. Bunların hakkıga münafıktan başkası hıyanet kılmaydiganligiga Peygamber aleyhisselam bu hadiste alayda işaret kıldı. Bunun birisi Zushaybat bil İslam. İslamda çaşları aqagan, sakalları aqagan kişi. Yana birisi bolsa zul ilim ehlileri. Yana birisi bolsa imamın muqsid, ummatga har jihatda Qur'on sunnat bo'yicha rahbarlik qilayotgan, yetakchilik qilayotgan adil yo'lboshchi. Biz shuning uchun mana bu ummatning dardi g'amida davomli chashlar aqirayotgan, ummatning dardi g'amida butun borlig'ini bu ummat, bu musulmonlar uchun, bu millat uchun sarf qilayotgan ahlul ilmlarga xohlagancha til targ'itish, xohlagancha bularning or-nomusiga tegish, izzatini oyoq osti qilishga urinish, bu xiyonatdan boshqa narsa emas, aziz birodarlarimiz. Shunga Ibn Asakir luhumul ulama masmumun dedi. Ulamolarning go'shtlari bu zaharlikdir. Qarang. Boshqa insonlarning g'aybitini qilish shar'iy prinsipda takror harom qilingan bo'lsa, al-g'ibatu ashaddu minad dina, hatta g'aybat zinodan yomon deb Payg'ambar alayhissalatu vasallam tarafini o'tirib qo'yilgan bo'lsa, riba irzal muslim jazonining eng ig'iri bo'lsa, musulmonning izzat obro'yiga tegish deb tilg'ilingan bo'lsa, hatta Payg'ambar alayhissalatu vasallam al-muslim akhul muslim la yaqduluhu va la yakdib va la yaxun ibora keltirib, musulmonning qarindishi unga xiyonat qilmaydi, uni yolg'onchiga chiqarmaydi. Buni ham keltirgan bo'lsa,
Haramun aleyhi demuhu ve irdo. Şu Müslümanға şunun qene ve izzet abroyu haramdır dep tilgagan bolsa, amma ulumalının güçü zahirlik. Nima uchun? Oylab bakın aziz birodarlar. Addi kişilerin g'aybatini qilish bu Müslümanlar ara ziddiyet ve tafriqachilikka sebep bo'lsa, ulumalının g'aybatini qilish, ulumalının arnumusiga tegish, ulumalının haq huquqiga tajovuz qilish bu islom diniga ziyon keltiradi bu. İslam dininin arnumusiga tekkan bo'ladi bu. Bunu bilib olishimiz kerak. Shuning uchun biz ulumalarni e'tiborsizlashtirishga urinish, ulumalarni va ularning obro'yiga tegishga urinish bugungi davrning o'zida moda bo'lib qolmasligi kerak. Har bir musulmon bu jihatlarda aql-hushimizni tepishimiz kerak. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallamning shunday bir hadisi bor. Bir kunlarda Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining sahoba kiramlari bilan bir so'rin hozirlab Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ltirdi. O'ltirgandan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallamning shu masjidning o'ziga 3 nafar odam kirdi. Bu 3 nafar odamning birisi Payg'ambar alayhisolamning sahoba kiramlari bilan halqa bo'lib, diniy ta'lim, tarbiya, da'vat so'rini qilib o'ltirganligini ko'rib, o'zining dunyoviy mashg'ulotini payg'ambarning so'rinidan afzal bilib, keyingi ikkilanmayla yo'nalib chiqib ketib qoldi. Yana birisi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yoniga ikkilanmayla bordi, uning o'ltiradigan joyi chiqdi. Yana birisi Allohning rasulidan nomus qildi, sal keynigan qo'shiq kelib. Ammo Alloh bu yerda bir keynida o'sib o'rin chiqdi buningga. Payg'ambar alayhisalom o'zining da'vatini, ta'lim, tarbiyat, tashviqotini qilib, shu da'vatlar oxirlashgandan keyin sahoba kiramlarga bayatdagi 3 nafar odamning ahvolini bilamsizlar degan ishorat qildi. Sahobalar bilmaydiganligini degandan keyin Payg'ambar alayhisalom dediki, mana bu 3 nafar odamning birisi Allah'ın Resulü ve Allah'ın Resulü'nün so'rinidan, ta'lim tarbiya so'rinidan o'zini behojat hisobladı. Allah'ın Resulü bundaq insondan behojatdir dedi. Yana birisi Allah'ın Resulü'nün tarafiga qilch ikkilanmayli keldi. Allah'ın Resulü onu bag'riga oldi. Yana birisi oyoq qildi. Allah onu azoblashni yoqladi. Demek bu nimani tushuntirib o'tadi? Bugungi kunda ulamolarning da'vatini, ulamolarning tashviqotini, acaba Allohning kinolarini ko'rishga shu qadar xushtor biz. Biz jamiyatda quruq parang solishga, quruq gap qilishga shuncha xushtor biz, ammo ulamolarning da'vatini anglashga, o'zimizning ro'yitini texmi bir yuksaltirishga, texmi taraqqiy qildirishga biz intilmaymiz. Bugun agar bir shariat ehtiyojimiz bo'lsa, Said Qutbning deganidek ahvajun nas ila shari'a a'damu min ahvajihim ila tanaffus va ta'am. Kishilarning shariatga bo'lgan ehtiyoji ularning yemak, ichmak, nafaslanishga bo'lgan ehtiyojidan katta. Inson nafasdan to'xtasa, yemak, ichmakdan ziyon zahmat ushursa, dunyodan vaqtlik ketadi. Lekin shariatdan ayrilgan, dindan ayrilgan, islomiy uzuq ruhdan ayrilgan odam dunyoda ham oxiratda ham mangu yuradi. Şu dünyadaki mecazi ülük insanlar kimler? Şeriattan ayrılgan insanlar. Dini ruhtan ayrılgan insanlar. Dini ta'lim terbiyatdan ayrılgan insanlar. Biz her qanda vaqtimizda kuniga 3 vaqt tamoq yeyish bilan o'ltirib qolmasak, 3 vaqt tamoqdan ayrilsak, qulimiz mag'du qolmaganga o'xshash, dini da'vat, dini ta'lim tarbiyatdan ayrilsak, bizning ro'yitimiz ham mag'dursizligi. Bizni taqvoligimizdan iborat ma'nosida chekinish bo'ladi. Shayton har vaqt iskanjiga oladi. Shuning uchun har vaqt ala davom mana bu ahlul ilm va ahlul ilm bo'lgan kishilarning fazilatini ham e'tirof qila oladigan, ham ularga yaqindan moslashib, agar kamchilik bo'lsa tuztish, ortiqchilik bo'lsa joriy qildiradigan mana bu kishilardan bo'lashqa biz har vaqt tirishishimiz kerak. Her vakit mana bu kishilardan bo'lashga tirishishimiz kerak. Ammo biz xohlagancha ulamolarga til tekkizadigan, xohlagancha ulamolarning arnomusiga tegadigan, xohlagancha ulamolarni ayblab so'kadigan mana shunday kishilardan bo'lib qolsak, holimiz, oqibatimiz taqim echinishli bo'ladi. Masalan, Tabuk urushida Payg'ambar alayhisolatu vasallam jihatdan qaytdi. Qaytib kelgandan keyin bu yerda cho'ng jihatda cho'ng bir ishlar bo'lib ketmadi. Anandan keyin so'rinda bu Tabuk urushi deyiladi. Bir so'rin hozirlandi ki Payg'ambar alayhisalom Abu Bakr Umar bir qanchalagan sahobalar bilan ayrim bir so'rinda o'tiradi. Yana bir ayrim bir so'rin hozirlanib, shu ayrim bir so'rinda bir yosh yigit o'rnidan dast turiblar.
Ma ra'ayna misli qurra'ana. Bizning o'qirmanlarimizga o'xshash, qo'saqamroq, yolg'onchi, qo'rqinchoq odamlarni ko'rib boqmoqda ekanmiz dedi. Bu gapni anglagan aradan bir kishi o'rnidan dasta turib, sen yolg'on aytdi. Sen Allah'ın Resulü ve Peygamberinin sahabe kiramlarına til tekkizyapsan. Senin bu gapingni men Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның aldıga apırıp yetkizime. Sen yolg'on aytding dedi. Şu çağın o'zida bu kishi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның aldıga bu xabarni yetkizib qo'yguchilik ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala tarafından "Kul aballahi ve ayatihi ve rasuli kuntum testehzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Ayting ey Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizlar Allah'ın Resulü, Allah'ın ayetini mesxir qilmoqchi bo'layotamsizlar. Sizlar mümin bo'lganinglardan keyin kafir bo'lib ketdinglar. Sizlar uzr so'rab o'ltamanglar dedi. Mana bu oyatning tafsiriga olimlar cho'nqurlab kirib, payg'ambar va payg'ambarning izbosarlariga til tekkizish mana bu oyatning tahtiga kiradi dedi. Allah saqlasin vallohu a'lam. O'ylab boqalar. Hele kişinin o'zi payg'ambar alayhisalomning yoniga olib paypetak borib, "Ya Rasululloh, men ne o'zining ismini atamagan, ne sahabe kiramlarning ismini atamagan, men faqat karvalını digentim o bu depti." Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayetini ruşen ukbedi. "Kul aballahi ve ayatihi ve rasulü kuntum testehzi'un. Qad kafartum la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum" degan bu oyatni Peygamber aleyhissalatu vesselam o'qib berishlar kifoyalanadi. Demek mana bu oyat nimani uqtiradi? Bugun asossiz hiç bir dalil ispat pakitsiz öz kişiden çıkan ahlul ilimni itibarsızlaştırılmış. Özünün yetekçi pişivallarına til tekkiziş, ularga hakaret qilish, ularning obro'y inovatin yak urib maydonga chiqish nimani tushuntiradi? Qachon ummat jahillik bilan yo'l tutmasa, qachon olimlar itibarsizlashtirib jahillarning bozori chiqadigan bo'lib qolsa, oqibat nima bo'lmoqchi? Şuna Allah Subhanahu ve Taala her vakit bu ümmetini bu falaketini saklasın. Her vakit bu ümmetin içinden İslam ümmetinin pişivalarını, İslam ümmeti ve Müslümanlığı rehberlik ve yetekçilik kılıdığan, her vakit samimi sadakat bilen dini yetkizmekçi olan kişilerini itibarsızlaştırıp tırışıdığan kişilerin şerrinden Allah saklasın. Demek mana bugünkü günün özünde alimlarni itibarsizlashtirinish bu bir afat birodarlar. O'z ichidan chiqqan olimlarni hurmatlash kerak. To'g'ri. Endi olim degan vaqtida haqiqiy Qur'on, hadisga amal qiladigan, Qur'on hadisning ro'yincha ish qiladigan, Allohning diniga, payg'ambarning sunnatiga xiyonat qilmaydigan olimlar, hidoyat va hikmat bilan yo'l tutgan olimlar bu uningdan ko'z tutilganligi aniq. Ama bir narsani tushunish kerakki, Allah'ın dini xiyonat qilayotgan, zalim, zo'ravon, tajovuzchi kuchlarga yontayoq bo'layotgan, dinni bo'rmalab tushuntirib, ularning zo'ravonligini, zulmini qonunlashtirishga tirishayotgan ulamo sultonlar mana bu haqli. Buni tushunish kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning yana bir hadisi bor. Al-ulama umuna'ur rasul ala ibadillahi ta'ala. Ulamalar bu peygamberlerinin amanatlarıdır. Yeryüzünde Allah'ın bendeleri üstüde peygamberlerinin amanatlarıdır. Ma lem yuhalitu salatin hukukdarlığa, hükümran sınıflığa arışıp kalmışsa, şularının zoravallıkını, şularının zalim zoravallıkını kanunlaştırıp birdiğen, ularının kani olup birdiğen, ularının zoravallık hareketlerine yol çıkıp birdiğen, ularning digini bo'yicha musulmonlarni o'qiltish yo'lini oladigan, buyuqlashtirish yo'lini oladigan, ana shundoq ulamo bo'lib qolmasa, ulamo sultonlar bo'lib qolmasa, bular payg'ambarning izbosarlari, omonatlarlar ular. Fa iza fa'alu zalik, agarki ular ana shu zolim, zo'ravon, tajovuzchi kuchlarning qoni bo'lib, aş ulamo sulton bo'lib, ularning sizgan siziqidan chiqolmaydigan, dinga xiyonat qildigan, Qur'on hadisni o'zining ra'yi bo'yicha to'lg'aydigan, o'zining shu xo'jayinlari atalmış ilohlarining digini bo'yicha musulmonlarni o'qiltib, musulmonlarni haq yo'ldan, to'g'ri yo'ldan qaydashga tirishadigan, aşu tajovuzchi zolim kishilarning zolim zo'ravonligini qonunlashtirishga har vaqt yo'l chiqarib turadigan, mana shunday nomussiz
satqın molladan bulduğu iş olsa, bu peygamberge hıyanet kılıdı bu. Bunda hıyanetkarlıdan ihtiyat kılınlar ve üzerine çekilirler dedi Peygamber aleyhisselam. Şimdi bunun farkını bile öyleyişimiz gerek. Bugün dedi hıyanet kılmavatkan, bütün hayatını bu dinge bagışlavatkan, bu dinni doğru yetkiz için çaştırıp akıravatkan, özünün daveti bilen, özünün kalemi bilen, özünün ameliyeti bilen, özünün hayatı bilen, bu ümmet, bu millet, bu Müslümanların izzet girişleri için, izzetin kolgu keltiriş için tırışıvatkan, bu ustaz, bu ulemalığa asassız, paksız tıl tekkiziş, bu vabal. Ama hıyanet kılıvatkan, Müslümanların şeytan yolga, zalim zoravallının zalimlikini kanunlaştırışka hareketine vatkan, ulanın kani bolatkan şeytanlığa tıl tekkiziş ayrım bir mesele. Şu Allah Teala bu İslam ümmetine her vakit huşyar boğulu, her vakit bu ümmet ötüsüden çıkan insaflık, Rabbani, fidakar, alimlerini tunup, şularının degeni boyunca özünün hayatını kalıplaştırıp mağdıgan insanlardan boğulu her vakit Allah nasip kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.